ilahe illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah. Allah. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz sizlarga davomli sunib kelayotgan 40 hadisning sharhisining 14-hadis. Bu ishlarni qilgan musulmon o'limga hukm qilindi degan mazmunda to'xtalamiz bugun. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Hürmetli qarindoshlar, biz davomliq sizlarga şu hadisninki ravisi yani muxbiri Peygamber Akram sallallahu aleyhi ve sellem'den anlat bizga yetkizgan muxbir to'g'riliq qisqacha to'xtalib, undan keyin haqiqiy amaliy mazmungacha kirib kelayotgan. Shunlashqa burunmi bir Abdullah ibn Mas'ud to'g'riliq to'xtalgan. Ya'ni qisqacha Abdullah ibn Mas'udninki tarixini bir devitib mazmunga kiramiz. Abdullah ibn Mas'ud bu taxallusi, yani kunyati Abu Abdurrahman. Bu kishi ikkala hijratga qatnashgan, Allohning yo'lida o'zining borligidan kechib, islom dinining alohida yuqori o'ringa erishish uchun bu ikkala hijratga qatnashgan sahoba, ya'ni Abistonga hijrat qilgan va Madinaga hijrat qilgan. Bu kishi biroz uruq, o'zi pakaroq kishi edi. Endi alohidligi bu kishiningki qanday desa, Kabe'ninki oldida Qur'oni Karimni ullik o'qiy olgan kishi. Tunji bo'lib islom kelgandan keyin Qur'oni Karimni ullik o'qigan kishi. Ullik o'qigandan keyin buni Abu Jahl alayhi la'na tasdik solgan, buningga bir qanchani urib o'tgan. Demak, Abdullah ibn Mas'ud bilimga shu darajada qiziqatdi. Shuna bilimga alohida o'zining borliqni bag'ishlay oladi. Hamda Abdullah ibn Mas'ud deydi, birada bir oyat tushib qolsa, men bu oyatninki qayerda tushgan, kimga tushgan, nima to'g'riliq tushganini men biletdim, ya'ni o'rganatdim deydi. Ya'ni har qanday bir bilim bo'lsa, Abdullah ibn Mas'ud shuni elish imkoniyati bo'lsa, shu yerga berib shu bilimni oldiganligini o'zi so'zlab o'tgan. Mendan bakroq bildigan kishilar bo'lib qolsa, shu yerga bog'ildiganlar bo'lib qolsa, men berib shuncha o'rganatdim deydi. Endi bu kishi Hijriya 32-yili 60 necha yoshida vafot bo'ldi. Baqi Guristoniga yana Madinaga dafn qilindi. Bu kishining namozini Osmon radhiyallohu anhu tushirdi. Demak, bu kishi Qur'onni tunji bo'lib jahriyan ullik o'qigan va oyatninki tushish sababini, kimga tushganligini, nada tushganligini hammasini diyalaydigan, bilalaydigan faqih olim sahobaninki birisi. Demak, bu yerda bu nima shubun deb qo'ydi desa, oyatni tushunganda, oyatni tatbiq qilgan vaqtda sababin nuzulni bilmasa, tushish sababini kimga, qayerda, u chaqda azg'unlik yuz beradigan gap, shu yerda ezib ketadigan gap insoncha. Shunga bu kishi oyatninki kimga, qayerda, nima sababdan tushganligini men biletdim dedi. Bunda bildiğin sahabelerden bir qanchasi var. Abadiler deb qo'ydi, Abdullahlar bular hem qari, hem alim, hem mujahid, hem barliqini islom uchun bag'ishlagan kishilar. Shuningki birisi yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Demek ki bu hadiste Müslüman bo'lgan kishi, mu'min bo'lgan kishi diqqat qilmasa, mushu tuvandagi 3 ish va undan boshqa bir qancha ishlar bor. Buni qilsa, buningga shariatda o'lim jazosi berdiganligini Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda buni o'qitgan. Payg'ambar alayhisalom bunday degan edi. Bir musulmon insonning qini
Yani Allah'tan özgü ilah yok deb guvohlik berdigan, Muhammad alayhissalomni Allohning elchisi deb qaraydigan musulmonning qini faqat tuvandagi 3 ish bilan halol bo'ladi dedi. 3 ishni qilib qolsa, u mayli o taqvo bo'lsin, mayli har jihatdan islomga amal qilib ketsin, yana o'lim jazosi buning uchun ijro qilindi. Endi bu ishlarni qilgandan keyin buning uchun on taqvolik tuvallaydi yoki yo'qaydi endi. Bunun birincisi bo'lsa sayyibuz zani. Sayyibuz zani. Yani o'zi to'y qilgan, ashna shariatga uyg'un holatda nikahlangan, nikahlanib turib, boshqa birisi bilan o'ziniki ayoliga yoki yo'ldoshiga xiyonat qilib zina qilgan kishi bu buningga o'lim jazosi berildi shariatda. Buning tartiblari bor. Buni ham biz biraz to'xtalamiz. Uning guvoh, shahidlari, isboti nurg'un masala va buni tafsili to'xtalamiz inshaalloh. Yana birisi van nafsu bin nafs, ya'ni odam o'ltirgan kishi, odam o'ltirishninki bir qancha turi va ularni to'xtalamiz. U to'g'riliqmi? Yana birisi bo'lsa vattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaa. Jamoatdan ayrilgan, dinini tark etgan kishi, dinni tashlab boshqa dinga chiqqan, boshqa dinga murtad bo'lib, shunga chiqib qolgan kishi, buning shariatda o'lim jazosi beriladi. Buning sabablarini tuanda mundaq bir qancha nuqtada biz izohlab o'tmoqchi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim xabar qilgan o'zi sahih hadis. Demak, bu hadisninki hamda islomdagi o'rni qanday desa ajoyib zo'r, cho'ng bir o'rni bor. Demak, bu yerda muhim bir qoida, yana puxta bir sud tartibi buningda yo'l qo'yilgan bo'ladi. Demak, musulmon har qanday bir ayib nuqsondan xoli jamiyatga va o'zining oila a'zolariga ziyon yetkazmagan holatda yashash talab qilindi. Endi musulmon shaxs o'zini deb boshqalarga ziyonkashlik qilsa yoki jamiyatga ziyonkashlik qilib qolsa, bunday kishiga jazo berish orqali Alloh subhanahu va taolo buni to'xtatadi yoki buning uchun tanbih ogohlantirishlar berildi. Agar shunday ishlarni mana qilib qolsa, bu bir nejis, nəhayət yaman sübətlik bir ösmə, bir mikrobqa aylanğan bo'ladi. Bu ümmetninki bedenini vayron qilib qo'yadi. Bu ümmetning bir parchasi bo'lganki, uni kesib tashlash zarur bo'ldi. Shunga ümmetning axloqiga, diniga ta'sir yetkazgan, obro'yiga ta'sir yetkazgan nimani o'smani buni kesib elib etmasa, bu bedenni saqlab qolish mumkin emas. Bu beden islomiy jamiyatdan iborat bo'lgan beden. Shunga biz bu hadisninki nəhayət muhim bir qoidalarni o'z ichiga olganligini, muhim bir ishlarga aloqador bo'lganligini bilalaymiz. U o'smi qon masalasi. Yana buning o'lim jazosi berish masalasi unda kichik oddiy masala emas. Shunga uningki halol bo'lganlar va halol bo'lmaydiganlar va qanday holat o'lim jazosi berildi, islomda qanday holat o'lim jazosi amaldan qoldirildi, buni tuvandagidek izohlab o'tamiz. Demak, bu hadisni biz qisqacha sharhlasak, endi islom zarurat 5 deymiz. İslamdaki maqasidi şeriya 5, bununki hibzul din, hibzul nefsi, hibzul akli, hibzul mesela mal, hibzul irz. Demek bu 5 xil narsani islom qo'g'dash, buni himoya qilish uchun bu qonunlarni yo'l qo'ydi. Demak, biz dinni qo'g'dash uchun, e'tiqodni qo'g'dash uchun, ideologiyani qo'g'dash uchun nima qilamiz degan chaqda din bilan o'ynashgan, dinni zangli qilgan, dinga shunday bir her jihatdan masalan hujum qilgan murtadni o'ltirishdan dinni saqlaymiz. Buningda hamda o o'ltirishdan bir yerdan berib o'ltiradigan ish yo'q, uning sud tartibi va tekshiradigan ishlar bo'ldi, nurg'unlagan tartiblar va uni qisqacha hozir bu yerda deb o'tdik, ana uni tafsili kiramiz bu nimaga. Demak, hamda dinni saqlash uchun, dinni qo'g'dash uchun, dinga ziyonkashlik qilgan yoki dinga har xil tuhmatlarni qilib dindan kirib bo'lib yongan kishi, buni biz o'lim jazosi orqali jazo beramiz demoqchi. İkincisi hibzul aqli, hibzul nefsi va hibzul aqlamdi. Hibzul nefsida hamda jonni saqlash, jonni qo'g'dash umumiy shariatning alohida maqsadi. Shunga qotildan qisos olish orqali jonni qo'g'daymiz. Qotildan qisos olinmasa, jon qo'g'dalmaydi. Yana birisi bo'lsa hibzul aqli. Hamda aqlni saqlash, aqlni qo'g'dash bu uchun intayin muhim. Shunga zararlik, chekimlik, ichimlik, masalan nesha, xiroin deganga o'xshash narsalarni shariat harom qildi. Nima desa, aql buningdan bulg'undi, aql buningdan tugishidi.
jamiyatga og'ir yomon ta'sir paydo qiladi, ham o'zgimcha ziyonkashlik qilgan bo'ladi. Shuna aqlni saqlash uchun bu narsalar harom qilindi. Endi hifzul mal, iqtisodni qo'g'dash, pulni qo'g'dash, bu nima desa, o'g'rining qo'lini kesish orqali va qaroqchining qo'llarini kesish yoki ularni jazolash orqali bunda malni qo'g'dash maqsadiga qo'yildi. Shariat mukammal bir prinsip, mukammal bir qonun. Endi buni biz tushunmasak yoki uni tadqiq qilmasak, buni biz yo'qkan yoki bo'lmaganda hozir jamiyatga mos kelmaydi ekan deb qarasak bo'lmaydi. Chunki shariatda biz nurg'unlagan qonun prinsiplarning barlig'ini nima qilishimiz, bilib olishimiz intayin muhim. Hamda hifzul irz, hamda yuz obro'yini saqlash, yuz obro'yini qo'g'dash qanday bo'ldi desa, bir musulmon qarta zina qildi deb tuhmat chopilgan kishiga, ya'ni tuhmatxo'rga nima qilish? Bu darra urish orqali yoki shu nachar shunday ishlarni qildi desa, buningga ta'zir urish, darra urish orqali buning obro'yini saqlaydigan gap. Nima uchun desa, zina degan bu nasablarni aralashtirib endi kimning bolasi, kimning emas, buning uchun bu biz uqolmaymiz. Va kasallarga sabab bo'ladi. Va hayoni yo'q qiladi. Endi bizning hozir bu yerda endi shu buzuqchilik eski qilganlar hijlanmaydigan, haya qilmaydigan, asho'liqi hayoliq yashagan xonim qizlarimiz, hemşirlerimiz, singillarimiz, qizlarimiz haya qildigan bir darajaga kelib qilib jamiyatda shunday bir holat bo'lib qilib endi. Masalan, buningki zinaning nasabni olishib ketganligi qanday desa, masalan, Yevropa ellərdə, bo'lib masalan Chili, Amerika davlatlarida adam aql qabul qilinmaydigan, balalarning dadasini tepirdigan idoralarning bo'lganligi, endi bu bir ashuni insonlar to'g'ri deb, ashuni bir demokratiyaning alohida yaxshi qismi deb, endi o'z tarafdan qabul qilinib, qonunlarni tuzib qilib. Masalan, Chilida 75% bala dadasiz yoki dadasi aniq masala tug'ilganligi, bu aniq nüfuzluq axborot vositalariga chiqirliq. Demek bu zinani qilgandan keyin qanday desa, dadasi kim o, anasi kim o, u qanday bala, nereden keldi, buni uqulolmaydigan holat shakllandi. Yig'inchoqlab aytgan vaqtda, unda hamma ish erkin qo'yib berilgan vaqtda, shu haromdan bo'lganlar davlati maydonga keladi. Shariat buni cheklaydi demoqchi. Demek endi bu shariat mushu yuqorqi 5 xil maqsad uchun yo'l qo'yilgan. Demek buni islom dini, islom qonuni buni olib keldi. Shuning uchun Peygamberimiz ne dediyse, la yahillu demu imri'in muslim dedi. Bir Müslümanınki, Müslüman insanın qini nima halal bo'lmaydi dedi. Demek endi Müslümanınki qini haram. Bu halal bo'lmaydi. Taqatlam tuvandagi 3 xil ishni qilsa, yoki 3 xil ishning ma'nisi kishilarni qilib qolsa, demak uning qini halal bo'ladi. Chunki ijtimoiy jamiyatda muqimlikni saqlash uchun, bexatar tinch yashash uchun qisas bo'lish lozim. Shunga ya eyyuhellazina amanu kutiba alaykumul qisas. Shunga ey mu'minlar, sizlarga qisas farz qilindi. Kutiba alaykumul qisas. Shunga kutiba alaykumus siyam degandek, Ramazon ro'zasi farz. Masalan, Ramazon turyapmiz ya. Ramazonning hozir masalan 8-kuni desak, shu Ramazonni farz qilinganda qisasni farz qilindi. Bu qisas amaldan qolsa, masalan, bir odamni o'ldirib etsa bekardan bekar, yoki uning ziyonkashlik qilsa, uning qisas olmasa, ijtimoiy jamiyatda hayotlik, xotirjamlik bo'lmaydi. Şuna Kur'an diye bir ayette "Velakum fil qisasi hayatun" dedi. Qisas elishda sizlarga hayotlik bor dedi. Bu bir yerdan o'ltiribsa, yana birini o'ltirsek, o'rniga yoki birninki tishini to'kib etsa, onun tishini to'kib etsak, va yoki qo'lini kesib etsa, onun qo'lini kesib etsa, qanday bo'lib bir hayotlik bo'ldi deganda, ani o'ltirilgandan keyin, aning qo'li kesilgandan keyin o'ylaydiki, mening qo'limni kesdi ekan, men eng yaxshisi meni o'ltirmay dedi. Masalan, o'lim jazosi amaldan qoldirilgan davlatlar va o davlatga xapliq nima desa, aş devlette en köp adam öldürüş, adamların ko'z qilmaslik, nurg'un bir masalalar chiqyapti mesela. Kiriblam qurolni olib kirib, nurg'un kishilarni etib qo'yib, o'ltirib qo'yib, xuddi qushqa soqqandeklam, so'qib yetib, 20 yil, 15 yil yetib, kech kunduzni 2-3 kunga hisoblab, yana pul bilan aqsh bilan chiqib ketib, qilayotgan ishlarni endi ko'z oldimizda ko'ryapmiz, bilyapmiz. Shu qonun mukammal bo'lmasa, qonun eng muhimi insonni yo'q yerdan bar qilgan Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan qonunimiz bo'lmasa, mangmasak biz baxtli bo'lolmaymiz, qarindoshlar. Biz inson o'zimiz tadrijiy taraqqiyot jarayonida maydonga kelib qolmadik. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi. Yaratib bilan tashlab qo'ymay payg'ambarlarni avatdi. Payg'ambarlarning bizning dasturimiz, asos qonunimizni bizga tushirib berdi. Mush qonun bo'yicha menish kerak. Bu qonun bo'yicha mangmay o'zimizningki xohishi, irodasi yoki o'zimizningki qiziqish bo'yicha mangsak, inson degan nima desa, ma'lum bir ya bir guruhni yoki bir vatanni yoki ma'lum narsani
o'zining alohida muhim deb qarab olib boshqalarni sirtda qoldiradigan naqslik yuz beradigan kuchliklar ojizlarni bo'zaq qiladigan atalmish demokratiya atalmish adolat degan narsani kunduz chiroq yiqitni topib qolmaydigan holat shakllanib qoladi. İslam qonunini tegin tushungan odam aslida bu insoniyatning baxti uchun tushirilgan qonun ekan deb buni bilalaydi. Shunga biz diqqat qiladigan masala nihoyat muhim. Hamda asli shu nimada hamda qonlarda asli u qo'g'diludi. Asli u bir hech qanday gunohsiz bo'ladi. Aqlan va shar'an shunday hamda. Shunga hamda biz bir Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan insan, Allah'nınki bir san'ati, Allah'nınki bir yaratgan mahluqini yo'q qilib etsa, en güzel şekilde yaratgan. Bunu qarab tursak bo'lmaydi. Shunga Allah subhanahu wa ta'ala sura An'amda ne dese? "Va la taqtulun nafsallati harramallohu illa bil haqq" dedi. Allah haram qilgan jonni cho'slar o'ltirmanglar. Faqat haq bilan o'ltirsang, o'ltirish hamda necha xil bo'ladi? Buningki turi bek ko'p, masalan, bunda o'ltirish shariatcha to'g'ri emas demoqchi. Yeni bir ayet Allah subhanahu wa ta'ala "Ve men yaqtul mu'minen mutaammiden fecazahu cehennem" dedi. Bir adam bir mu'minni qasdanlikle öldürse onunki cezası cehennem dedi. Yani şu nurgulgan dünyavi ceza bunun icra kılındı. Nurgulgan ceza adam öldürgen şu kişininki emni ahvalini tekşiriş arkalık onun ispatlap çıkandan keyin delil pakit to'liq olgandan keyin onunga jazo berildi. Oxiratda o cehennem kirdi degandan keyin o haqiqiy mu'min bo'lsa qo'rqadigan gap endi. Şu yana bir hadisda Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallamninki agar ular uni desa, ular menning qonlarini, mollarini saqlab qoladi, lekin yana shu islomninki haqqi bilan yana saqlab qololmaydi. Nima haq desa, demak bu shu nimaning biz qon to'kdik yoki qon to'kdi birisi yoki malni o'g'irlab oldi yoki o't qo'yib etdi yoki boshqa bir ziyonkashlik qilgan bo'lsa, yana u jazolandi. Shunga biz nihoyatda diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchimdi. Shunga yana bir hadisda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam "Men aana ala qatli mu'minin walau bi shatri kalimatin laqiyalloha maktubun bayna aynihi aysun min rahmatillah" dedi. Ana bunda İbn Majah'ning hadisi demek bir Müslümanның bir müminның ölüp ketişi bu ağır cinayet. Allah subhanahu wa ta'ala şuna bu bizge nurgulgan cezalarını yolu koydu. Peygamberimiz hadiste bir adam dedi. Bir müminның ölüşüge yardım kılsa aana degen. Yardım kılsa gerçi bir yerim sözçülük, bütün söz emez, bütün gap emez, bir çekiş emez, hıyanat kılış emez, münafıklık kılış emez, milletin umumizlik setiş emez. Bir yerim söz. Yani bir söz deganning mesela öldür yoki mesela nima ur degandan keyin mesela öldür degandan keyin öl degan gapni yoki ö degan gapni deb salsa, yerim shunday so'zni qilgan kishi bo'lib qolsa, bu Allah subhanahu va taologa u peshonasiga Allohning rahmatidan umidlangan kishi deb yozilgan holatda bu shunday jazo berilishi berildi degan bo'ldi. Shunga bu mu'minninki qani, musulmonning qani xususan desak, bütün insoniyatninki gunohsiz hech qanday bir jinoyat o'tkazmagan ma'sum qonlarni qo'g'dash bu islomning asosiy tashabbuslardan. Shuningdek biz diqqat qilishimiz intayin muhim. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam nima degan desa, "Avvalu ma yuqza baynan nas ad-dima" dedi. Payg'ambarimiz kishilar orasida eng avval hukm qilingan narsa qonlar, xun masalasi dedi. Odam o'ldirgan, qon to'kkan, boshqalarni urgan, nurg'ulgan shunday ziyonkashliklarni qilgan bo'lsa, buning uchun tunji bo'lib nima qiladi? Hukm qilindi deydi. Shunga biz o'zimizni tekshirishimiz, o'zimizning jamiyatimiz qanday yashayotganligini bilishimiz intayin muhim. Shunga ba'zi davlatlarda o'lim jazosi yo'q deb jinoyatchilar nihoyat xo'rik o'sib ketganlik. Bunda qilsak bo'ldi ya, chekak qilib bo'ldi degan bir ideya kelib qolgan. Bunda bo'lib qolsa qat'iy bo'lmaydi demoqchi. Hamda bu yerda bir musulmon insonning qani deganlik maqsad nima desa, bu hamda islomni amalga oshirgan bir musulmon bo'lishi, haqiqiy musulmon bo'lishi. Masalan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik bergan bo'lishi. Ya'ni tavhidni amaliy ijro qilgan bo'lishi deydi. Bundan deyak çoğan gap hamda nima mazmun chiqadi desa, la ilaha illalloh deb guvohlik bergan degandan keyin bir narsa guvohlik berish masalasi
Demek şunu bilgendik keyin, tushungandan keyin, şunu surishib qolgandan keyin guvohlik qilamiz ya. Şuna shahodat degan gap, shu guvohlik qilish degan gap, shuni tushunish, tavhidni bilish. Eng muhim ish musulmonningki tavhid, la ilaha illalloh Muhammad Rasulullohning tavhid ulug'iyat, tavhid rububiyat, tavhid asma va sifatni zotidagi mohiyatni tushunish har bir musulmonning bosh tortib qilmaydigan mas'uliyati hamcho majburiyati. Shaklan bosib bo'lmaydi dedi. Endi bunda qayd nimishqa desa, musulmon emaslarni chiqarib yetish deydi. Endi kafirlarni hammasi o'ltirilamdi desa, yo'q. Kafirlarni biz qo'g'daydigan kafirlar ko'p masalan. Ana masalan, buni yig'inchoqlab aytsak, masalan zimmi yoki viza bilan kirdi, yoki masalan to'xtam kelishim bor va yoki zankashlik qilmaydigan bir o'tiruvchi bir-biriga masalan ikki davlat o'tirisida yoki davlatdan ashnang'icha kirsang tijorat qilsang bo'ladi deydigan bundaq nima bo'lib qolsa yoki yashasang bo'ldi, o'zingning diningda yashaysa, erkinliging bor deb uni degan bo'lsa, uningga cheqilish buncha bu to'g'ri emas. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam shunga bir odam muahidni to'xtalmasdan kelishim tuzgan yoki zimmini o'ltirib qolsa, men uning qiyomat kuni da'vogar bo'laman degan hadis. Islomning adolati bu. Islom buni yushamaydi, masalancha. Qog'aga o'xshash yoki millatchilik yoki o'zining davlatchilik, ma'lum bir davlatningki yoki ma'lum o'zining manfaatini yoki ma'lum bir narsani deb boshqalarni chetqa qiladigan ish yo'q endi islomda. Islom umumiylik hammacha o'z bag'riga basalaydi. Agar bu hamda kafirning ichida harbiy kafir bo'lsa, harbiy kafir degani bo'lsa tajovuzchi kafir. Ya'ni musulmonlarning ziminini egallab oldi. Musulmonlarning ziminini besib oldi yoki urush holatida musulmonlar urushayotgan kafir bu desa bu aqlli balog'atga yetgan hur bo'lib qolsa bu o'ltirildi. O'ltirildi. Endi bu agar bu o'ltirilib qolsa yoki buningdan bir nima bo'lib qolsa, musulmonlar buningcha chaqilgan bo'lsa, buning qani uningcha hurmat yo'q, uning qo'g'dilish yo'q. Chunki u tajovuzchi. Tajovuzchilarningki qonlari qo'dalmaydi, mollari qo'dalmaydi. Tajovuz qilgan tajovuzchilarningki har qanday narsa islom tarafidan qo'dalmaydi. Shuningcha unda kafir, harbiy kafir desa, masalan, o'ltirilib qolgan taqdirda buning baravariga musulmonni jazolamaymiz. Yoki ularningki nurg'unlagan shu tartib bo'yicha hamda harbiy deb bekitilgan yoki musulmonlar ziyonkashlik qilganligi aniq shunga aniq diagnoz qo'yilgan bo'lgan bo'lsa, bularcha uning baravariga musulmoncha o'ltirilmaydi degan bo'ldi. Shunga payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam yana bir hadis dedi: "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun" dedi. Endi sizlarningcha qonlaringlar, mollaringlar, sizlarningcha yuz obro'laringlar sizlarga haram. Sizlarga haram. Qanday haram? Ka hurmati yawmikum haza, fi shahrikum haza, fi baladikum haza deb payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam hajjatul vidoda shu hadisni degan. Demak bizda hozir endi o'zaro qonlarimiz, ele urushayotgan, ele qon to'kayotgan, ele mollarimizni elayotgan, bir-birimizni qo'yib yetib qolgan. Endi bu bizning iymonimizning ojizligi hamcha islomga amal qilmaganligimiz, bizning shariat prinsipini chetnab chiqayotganligimizning isboti endi. Shunga bu harom. Boshqalarning melini, iqtisodini, hatto tijorat qilsa-mi, savdo qilsa-mi, shunga la yahil mali min illa bi tayyibin min nafsihi deb hadisda bor. Bir musulmonningki, yana bir musulmonningki meli, yana bir musulmonga halol bo'lish uchun qanday desa, ko'ngil xushallik bilan, "Ashurcha men rozi bo'ldim" deb birish bilan bo'ladi. Bo'lmasa, unda bo'lmasa, majburlab yo tahdid selib uni sodni qilib olganlar, ko'rinish sodni olganlar halol bo'lmaydi degan hadis bor. Shunga yuza birilmoqchi haram. Qanday haram? Mushu bugungi kunninki hurmatiga hurmatli bo'lganga o'xshash. Mushu shaharning hurmatli bo'lganga o'xshash. Mushu shaharning hurmatli bo'lganga o'xshash deb Makkada mush shahar hurmatlik, mush shahar, mush oy hurmatlik, muyda hurmatli bo'lgandek qonlaring hurmatlik. Shunga bir-birimizning obro'ynavatga tegadigan, obro'ynavatimizni to'kadigan Facebook, Twitter uchun obro'ynavatni dalil paksiz uchun ayda qiliqi haqorat qilib, yuz obro'yini tushiradigan ishni qilsak, biz cho harom ishni qilgan bo'lamiz. Shunga biz diqqat qilishimiz intayin muhim. Yana bir hadisda payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam shunga agar dedi, yer shardiki butun insonlar bir mu'minning qiyniga o'rtoqlashgan bo'lsa, o'ltirishga Alloh subhanahu va taolo ularni desa, do'zaxga umumiylikcha tashlaydi. Birdan mu'minga va qolganlarga jiqqan demaydi. Bir mu'min sababli hammasini do'zaxga tashlaydi degan bo'ldi endi. Shunga biz nurg'un masalalarda o'zimizni tekshirishimiz intayin muhim. Demak bu odamda payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning yana bir hadisda
La zevali dünya ehvanu alallahi min katli reculin muslim dedi. Bir Müslümanını öldürüşten Allah subhanahu ve ta'ala dünyanı yok kıvıtış Allah'a çok asan. Allah'ın aldı hiç ne bu? Bir mümin Müslümanın ki kene şu derece kovduldu demekçi. Şuna kalayımkan bir petva kılıp andatı, mamandatı deyip ulanın çok ölüm hüküm kıvıtış ya icra kıvıtış meselesi bu dikkat kıldığım mesele. Şuna bunun için ise bu Müslüman tevhidini hakiki amelge aşırgan, yani şu iki şehadetini etkan, bu çok kafir kılgıç emellerini kılmagan bolsa, ya çok şirkine keltürmegen bolsa, demek bu çok kene kovduludu, meli kovduludu. Bunun için hiç kanda bir kişi çakılsa, tegisi çok bunun bulmaydı demek için. Bununla doğru olmaydı demek için. Şuna biz her kanda vakitte dikkat kılışımız intayin mühim demek için. Endi bu yerda bir insanın kene dedik endi. Bu canlı mesela çıkarış canlılığı yok kılış, yani öldürüş. Mesela bunun da çoğu qanday usullan bolsa, muşunga kirdi dese, endi bunun da alimlar nurgulgan qarashlarni çoğu oturup koygan bu tövendikçemdi. Allah subhanahu ve taala endi bu yerda mükelleflerden sadır bolgan şu hareketlerge qarta buludu. Şu öldürüş dedi, öldürüşkendiken meyle onu boğuzlap öldürsün, meyle etip öldürsün, meyle boğup öldürsün endi. Bunun da çoğu dese hüküm aşağıdaki alakadar buluyor dedi. Allah subhanahu ve taala degende ki hurrimet aleykum ummahatukum. Yani sizlerge analar haram kılındı deyin gep. Bunu tutuş haram ya karaş haram deyin gep emas. Nikahleniş, eliş bunu çok haram degen buldu. Ona bunun çok kayıt buldu demekçi. Mesela Allah'ınki yeni bir ayette hurrimet aleykum meytete. Hurrimet aleykum meytetu degen sizlerge ülük haram kılındı degendik. Ülükni çok tutuş mesela onun karaş degen gep emas. Onun için yiyiş degen nesne, devam yiyiş degen gep ayetinin özü yok mesela. Muşun asasen hem de bu çoğu bu haram kılıngan ne dese Müslümanın kenine ihtis, kenine çoğu mesela bu çoğu çıkarış. Demek hem de bir yerde meyli o ne olsun bu yukarı gep qaraplan biz çoğu yüzümüz tətür bir mana ele verip buna kan ektipto Müslümanın keni depto kan akmasa mesela kanını boğsak ya zehir sepesek ya çoğu bu kan eksiz alatta mesela hazır nimelik biyolojik kurallar çıktı bana öltüs bulduğun çağda oylap qalsak olmaydı. Bir yerde mesela çokum şununki cenini çoğu çıkarıp onga ölüşüge sebepçi buluş degen mana çıkıdı demekçimdi. Bunu düşünmezsek buludu endi. Şuna hem cəhətdə bizning ayətdə ətraflıq oylaşımız, bir hüküm çıxsa şununki alaqadar bolğan ayət hədislərini bir toplaşımız bu çox intayin çox mühim. Şuna la yahillu damu imrin muslimin degan gap bo'lsa, bu qanday şekil, qanday usulda bo'lsin bir musulmonni o'ldirish, mayli qilich bo'lsin, mayli nim bo'lsin, qurollar o'ldiriladi, bu to'g'ri emas demoqchi. Hamda hadisda üç ishning birlari dedi, bu üç ish qilam xasmi, o'lim jazosi beriladigan, o'lim jazosiga haq bo'ladigan, loyiq bo'ladigan kishilar desa, yoki boshqa turmi bormi desa, bu bor. Masalan, bu ishning boshqa yana bu ishlarga kirdigani qanday desa, levatat. Masalan, hozir Allah bilan Allahcha to'y qildigan yoki shunda levatat, Lut alayhissalomning qavmning ishini qildigan ishlar bo'lib qolsa, bu mucho o'lim jazosi hukm qilindi shariatda. Buni aniq bizcho bilib olishimiz lozim. Bu to'y qilgan, qilmagan degan gap yo'q bunda. Ashundalam qilib qolsa, mana mushunimi demokratiya deb, erkinlik debcho erlan to'y qildiqni, hatto to'y qildi as buldigan holatda qonunlashtirdik. Mana buni biz bilib olsak bo'ldi qarindoshlar. Bu bir ajoyib adam numus qilgan ishimdi bu. Adamning tabiati bo'lsin, bel inson bo'lsa buni cho qilmaydigan ish. Alloh saqlasin. Mana mushundaq ishlarni qonunlashtirib, mushuni to'g'ri deb, madaniy davlat deb hozir jon selayotgandan keyin avval qilayotgan ishi mana mushu shu. Eng kuchaytayotgan ishi mushu shu. Bu jamiyatni buzish, xalqni buzish, naslni buzish, nurg'un narsalar cho o'zimizni yo'q qilish masalasi. Buni biz haliqi tafsilga to'xtalsak vaqt uzrab qoladi. Nurg'un davlatlar qonunlashtiriliq shu. Erkishlar to'y qilsa bo'ladigan yoki cho'q shunday ishlarni qilsa erkinligim islom, erkinlikning cheki bor. Har qanday erkinlik unda cheksiz bo'lmaydi. Masalan, qalsak Fransiya nurg'uncha hozir 18 yosh, 17 yosh to'y qilib jazolaydi. Lekin 13 yoshlik, 12 yoshlik masalan shu qizlarga parlamentning qonun ma'qullab o'zi erkin holatda zina qilsa mayli deydi. O'ylab baqili. Bu nikoh shunchalik, o'ch shunchalik qarishi. Lekin yesh kichik bo'lsa-mu, islomga amal qilmasam u to'g'riladi. Masalan, masjidlarga kirishni cheklayotir Fransiyada, nurg'un davlatlar shunday g'alatni ishni qilyapti. Qani u demokratiya, qani u atalmishcho adolat. Qani u hech qanday yo'q.
Maqsad o'ziga mudlik kelsa, to'g'ri, demokratiya. Lekin musulmonlar kelgan chaqda unda demokratiya deydigan narsa ishlamay qoladi qarindoshlarimiz. Shunga diqqat qilsak bo'ladi. Yaqin nurg'unlagan masalalarni taqdim etsan Fransiyada, uningdan bakrak ashirib Xitoy qilib, masalan, uningga nurg'un davlatlar ko'z yumuqliq. Endi qarindoshlarimiz deydi ekan, u anda qildi, arablar munda qildi deb arabning ahvolini sizlar tushensanglar, bilsanglar munda demaytinglar. Shu arablarning shunda qilayotgan hokimiyat beshidikilarni qo'llayotgan, shuni tug'izayotgan, uylab tug'izayotgan, qo'ral berayotgan davlat kim? Shu buzg'unchilikni chiqarayotgan kim? Keyindi kim bor? Basturishga har jihatdan plan ko'rsatayotgan kim? Buni kichik bolam biladi hozir. Uni desa, uning bir muncha ranjib qoldigan gapga. Shunda bo'lgandan bizningki ahvolimiz, masalan, musulmonlarning ahvoli eg'ir kunga yomonlashib ketdilar, qarindoshlar. Demak, mushunda ish bo'lib qolsa, buni hamda bu Yevropa jamiyati, boshqa g'arb davlatlarida bu kengri azoda qildigan, xuddi uch vaqt taboq yegandek qildigan ishlar ekan endi bu qonunda shunda bor ekan endi bu. Buni islom qat'iy ayiblaydi, buning qat'iy qarshi. Payg'ambar alayhisalom hadisda sahih hadis degandek, Abu Davudning hadisida qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man wajadtumuhu ya'malu amala qawmi Lutin faqtulu fa'ila wal maf'ul deydi. Sizlar deydi, Lut alayhisalomninki livatatni qilayotgan, bu shunda o'xshash jinsliklar, shunda fahish ish qilayotgan kishini topsanglar, qilg'uvchini qilinuvchini o'ltiringlar degan buyruq bor. Shunga nurg'unlagan ulamolar bundan nurg'unlagan hukmlarni e'liq. Yana birisi, mush 3 xil kishidan boshqa 3 xil kishini dedi ya, hadisda 3 degandiki 3 dan boshqasi o'ltirilmaydigan chog'da o'ylab qolsa qolmaydi. Masalan, birinchisi shu to'y qilgan, nikohlangan kishining zina qilishi, ikkinchisi odam o'ldirish, uchinchisi shu dindan chiqish. Bu masalasini biz mushuram chog'da o'ylab qolsa qolmaydi. Manda eskisini qilganlimi, yana o'lim jazosi hukm qilindi shariatda. Endi ikkinchisi desak, bundan yana o'zininki ochisi, singlisi yoki o'zininki o'gay onasi, masalan, yoki o'zining qizi, nauzubillah, shu islomda insonchilikda ba'zi ishlar yuz berib qelyotdi. Mushunda ishlar bo'lib qolsa, buning uchun o'lim jazosi berildi degan bo'ldi. Mushunda o'zininki mahrimiga shunda yomon niyatli bo'lgan, ayndaq fahishi ishni qilgan bo'lib qolsa, payg'ambar alayhisalom o'ltirilgan degan Ibn Majiningki hadisi bor. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom dedi, payg'ambar alayhisalom o'zininki o'gay onasini olgan bir kishini o'ltirganlik to'g'riliq hadisda aniq sahih dalillar keldi. O'gay onasini masalan, mushunda islomi hamda insonchilikda har xil ishni ba'zi qilib boqadigan gapda hamda. Shunga bunga diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchi. Xo'sh, unda bo'lsa-da buningki qanday desa, dalilchi desa, bu Yazid ibn Bara o dadisidan dedi o, uchrashdim men tag'amga dedi, tag'am bilan bir bayroq bor dedi. Dedim men uningga qayerga mang degan desam, payg'ambar alayhisalom meni avatdi deydi, o'zininki dadisiningki ayolini elib olgan bir kishining qashiga avatdi. Demak, buyurdi meni uning uchun kallasini elishga buyurdi. Uning melni musodara qilishga buyurdi deb. Bunday kishilarning uchun kallasi elindi, meli uchun musodara qilinishi davlat tarafidan. Bu shaxs tarafida bo'ladigan ish emas. Bu qonunlarning hammasi ijro qilinishi shu davlatda kuch bo'lishi, uning uchun sud mustaqil bo'lishi, uning taftishlari bo'lishi, nurg'ulgan dalil paket bo'lishi, 4 puti yagi desishi nurg'ulgan shartlar bor. Shunga biz buning uchun bir qizlam gap bilan buni mada qildigan o'xshaydi deb o'ylab qolsak bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Diqqat qiladigan masalalar nihoyat ko'p endi. Uchinchisi esa sehrgar, sahir, ya'ni kohin, baxshi rambal, endi g'aybga til sunadigan, bu o'ltirildi dedi. Buni hamda Abu Hanifa, Malik, Ahmad rahimahumulloh dedi, bular dedi, endi bu o'zinki sehrgarlik qilishlar bu kafir bo'ldi, uning hukmi murtadning hukmiga o'xshaydi. Murtad qanday bo'lgan bo'lsa, murtadning uchun masalan, man badalla dinahu faqtuluhu payg'ambar alayhisalom dedi ya, dinni o'zgartirsa, almashtirsa, masalan, Hristiyan bo'lib olsa, ya Yahudi bo'lib olsa, yoki bo'laman deb o'zbekka majburlansa mayda bo'lgan bo'lsa, bunday kishi o'lim jazosiga hukm qilindi. Bekim islomga qaranglar, men diqqat qilgan nuqta. La ikraha fi din degan gap dinga kirishga majburlash yo'q degan bo'ldi. Kirishga majburlamaymiz. Kirib bo'lgandan keyin ixtiyoriy kirdi, kirib bo'lgandan keyin islomning qonunlariga amal qildi. Amal qilmas bo'lmaydi. Har qanday davlatda shunday.
qonunga o'zi bir partiyaga kirdi yoki bo'lmaganda bir davlat fuqarosi deb e'tirof qildi, shu nupusni oldi, shu qonunga amal qilishga majbur. Shunga o'xshash islommi la ikraha fi din degan gapni xato tushunib olsak bo'lmaydi. Dinda majburlash degan kirishga majburlash yo'q. Kirib bo'lgandan keyin majburlansiz. Lekin majburladi. Majburlab dinga kirsin bu to'g'ri emas. Majburlab dindan chiqarsam to'g'ri emas. Bu majburlash degan erkinlik islomcha eng asosiy prinsip. Shu majburlashga bo'lmaydi. Kirganda mı erkin kirdi, çıkkanda mı çok eğer erkin özü çıkan bolsa, onun bedelini öteydi o. Peki mecburlagan bolsa onda bulmaydı. Mürtet diyen, İslam'a kirip boğan diyen akıl, balık, özü için nurga şartları var, şart boyunca buludu. Bulam için ölüm cezası icra kılındı buluğa. Şuna bula dikkat kılış lazım. Hem de yani törtüncüsü bu şu şıkıl kişiden başka, hadiste değilgenden başka öldürüldüğün kişiler kim olursa, Müslümanların birlikini buzmakçı boğan kişilerini öldürüşkü buludu. Tazir yüzünden hem de. Aşıca Peygamber Aleyhisselam'ın degene bir hadisi var. Men atakum ve amrukum cemi'un ala raculun vahidin yuridu en yeşukka asakum ev yufarrika cemaatakum faktuluhu dedi. Hem de birisi sizlerden kaçırmak gelip, işlerin hemimiz bir yere yığılıp boğan, bir işini kıp boğan, yoki ma'lum bir partiya, ma'lum bir masalan bir davlatda shunda bir xalifani saylab yoki bir amirni saylab shu yerda bir xil ideya bilan yashab bo'lgan bo'lsanglar, birisi kelib andati mamandati insonchilikda hamda ayb nuqson bo'ladi. O ayb nuqsonsiz bo'ldig'ini faqatlamchi Alloh ayb nuqsonsiz. Undan boshqa hammasining ayb nuqsoni bor. Periştlerimi çoğu dese, o yemegen diken, içmegen diken, terasında boğan diken, dünyalıkça hiç kadar bir alaka, işi bulmagan diken, olum çoğu insan nispeten eyip noksansız hesaplandı. Demek bunu birlikten bozmakçı olan, ya cemaatin bölmekçi olan kişilerini, Peygamber Aleyhisselam faktuluhu. Bu Müslim'nin hadisi. Müslim'nin hadisi. Kitab-ı İmaret'te var. Şu an bu Müslümanların ki birlikten bozuş, bu pek çok cinayet. Çok haterlik iş. Bana hazır bizim ahvalimizi ne mi desenler? Hem de Allah menden başlayıp hemmelerinin samimiyetini versin. Gep intayıncık, bölünüş eğir, anı bilme degen, manı bilme degen hemmisi insan. Aş yakınlaşsak, tekim işkirlisek onun için biz tıllıgandı mı bakarak tıllımaydıganın ki ama yakış degenden tekim bek sesi çıkıdı. İnsan ya o. Şu an biz aslında eyip noksalları bilen rehberlerimizden, ustazlarımızdan çok biz süyüşümüz, kucaklaşımız olan çok himaye kılışımız lazım endi. Eğer onu pek bulamaydısak özümüz köz tutuşumuz lazım. Lekin bir yak cem bo'lib bo'lgan bo'lsa, birlish bo'lgan bo'lsa, yana bir narsani qurib, yana bir narsani ekilib, uning qarshi holatda manda qilsang, manda qilaman deb, anadan bir-birini jasuslik chiqarishib, manda bu millatimiz bilinib ketib qolsa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Oxiratda so'riq va dunyoda ham so'riq va buningki. Mana millatga ishimiz og'risi bo'ladi bizning. Hozir ba'zi kishilarimiz bor, endi o'zining shaxsiy hissiyati, shaxsiy adovati, shaxsiy o'zining manfaatini deb millatning umumiyatini qurbon qilayotganlarimiz aramizda yo'q emas. Manda qilyotdi. Buni manda qildi desak, men manda qilmoqchi. Ma to'g'ri bo'ldi, xato qildi dedi. U hamda yedi ishdi dedi, yoki bo'lmagan igizgan pakaka, ya simizgan dedi, o'riqgan dedi. Ayna deb nima ish qilsa, musulmonlarningki bir mustaqilligi, xalqimizning uchun erkinligiga daxl taruz qilayotganlar bor. Ba'zilar bilib turib qiladi. Ba'zilar o'zi bilmaychi aqlsizlikdan qilayotganlar bor. Ma'u bir ig'ir xatar ish bu. Shunga buningda qolgan ish degan bu bir odamni o'ldirib o'tish bu asoyish emas. Onun nurgun delil paketleri buluş gerek, onun ulemalar birdekçe fatva çıkarış gerek, nurgulluğun tertipten ötüş gerek, bu sotçu müstakil buluş gerek, mesela İslami sot. Bunu şu tamamlap boğan deyin ki icra kılınan neyse. Demek ki birlikten buzgan kişinin akıbette mıydı eğer. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا dedi Allah Teala. Allah'ın ağamçısını mahkem yapışanlar, mahkem çoğu İslamlar. Sizlerce herkes bilinmeyen dedi. Mesela ma'lum bir yığın katnaştık. Aşağıda nima üçün bizge muyda yardım kılmaysızlar, nima üçün muyda bulmaydı, sizler halkaralık nurgun yardım kıvatsızlar, nurgun gepini degen deyken, bana bek tasir kılan mesela aşağıda dedi ki, sizler bir adamını çıkarınlar, yoki ma'lum bir yer kilinglar. Şu birleşinlar anı deyken, yardım bemge vakti gep bolsa denglar. Degen mezmunu gep kıptı. Bana ayeti emdelik tasir kıp ketdi bu. Demek biz hazır meyada, neçe başlık ilan okşaş, yoluna tak avatanmagan, üzümüzün terapiye tatkan, üzümüzün kümüçüğü çok tatkan, nurgun meseleler var. Terbiye kılsa yak, manda kılsa ya dese onu anlamagan. Onun için halkımız da bazıları düşüngenler, bazıları düşüngel unutmagan. Mesela ya ki toğur kıvat kaldırın için dese, toxtumay onunla ziyankeşlik kılıp, anda kıymadı degen, sen kılar dese, onundan bekrakçı, better kıvitip bağan. Manda ahvalımı var. Şuna biz dikkat kılışımız lazım.
Peygamber Aleyhisselam yani bir hadiste "İza buyi'a li halifeteyni faqtul ahar minhuma" dedi. Eğer iki halife degan kichik gap emas, ikki tane halifege beyat birilib qolsa, yeni birini öldürüp to'ng'ashkin dedi. Öldürüp etmez, beni öldürüp etmese ayet çatak çıkıdığı iş var. Beni öldürüp to'ng dedi. Şu öldürüp çıkıcı ihtiyaç tug'ilsa, alimni şunu fatva qilsa, yo'q, bedem emas. Nurg'ulgan alim ilm bo'ldi. Hozir bizning islomninki masalasi qaranglar. Bu xalifelik deganda desa endi bak boshqa tushunib qoladi. Hozir Yevropa ittifoqi islom iymon e'tiqod mushna ga amal qilmagan bilan parlament tuzumi, aşağı maslahat, masalan, yuqori palata, tuvan palata degan hamma islomning prinsipi. Ayni vaqtda şu islomdan, ya'ni 1924-yili xalifelik ag'darilishdan burun şu qonun tuzum batdi. Yer sharida 600 yil, 700 yil, 800 yil ayndaq hokimiyat sürgen, dunyoga adolatni barpo qilgan bir qonun var bizim islom qonunimiz. Mush qonundan o'rnak elib foydalanib tuzgan qonunlar bo'lingan. Shuning uchun islom degan iymon deganni u avvaldilqi islomiy, masalan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh topilmagan bilan qolgan prinsiplarni islomiy prinsipda ma'lumcha ma'lumotqanligi ma'lum. Qarindoshimiz. Shunga biz undaqiliqi jamoatni buzadigan, birlikni buzadigan shop qolsa, uning mablag' soladigan, uni uchun qo'llaydigan, qo'g'daydigan ishni qilmasa bo'ladi. Yo'q, men birlashmasak bo'lmaydi, men birlashtirlar deyish kerak. Birlashishga unmaganlarning vaqtida xalq bir tarafda turib uni jazolash kerak. Anandan keyin biya keladi bu. Bumiz mumkin emas. Birlashishning bir usuli bormi shu. Bumiz hammasi shaxsiyatchi, o'zining ideyasini, o'zining xohishini, o'zining uchun degan, uning tizib olgan bir mujgatlari bor. Ashuni deyish orqali bir-birini oqlaydi. Ikkisi biya kelgan vaqtda bu ish arildi, lekin biya kelgan olmaydigan gap. Xo'sh, endi shu demakchi bo'lgan gapda biz yuqorida degandan boshqa, masalan, 3 xil kishidan boshqa yana o'lim jazosi birdiganlar bormi desa, bor. Dedik, bularning uchun livatat, Lut alayhisolamning qavmining ishini qildig'ini, anadan keyin o'zining mahram tuqqanlarga, singillariga, ochilarga, yoki onlarga shunda nachar ish qildiganlarni, anadan keyin sehrgar, kohin, baxshi rambal, anda xurafiy ablahlarni, ular ba'zi diniy kishilarningki kiyimlarini kiyilish orqali shularning obraziga ta'sir yetkazgan bunday kishilarni, anadan keyin to'rtinchisi hamda musulmonlarning birlikni buzdigan kishilarni o'ldirib o'tishga bo'ladi. Bu hamda o'zimizdan bekichlam chiqib bedam qilsa bo'lmaydi buni. Buni chuqur olim ulamolar fatvo qilgandan keyin birlashib mo'ynda bul degandan keyin tamg'ini bosgandan keyin qiyomatga javob beramiz degandan keyin qildigan masala bu. Bu shaxsiy qildigan ish emas. Bizning ma'lum hissiyotimizga tayanib turib ish qilsak bo'lmaydi demoqchi. Hamda ikkinchisi hamda sayyib degan gap bilan bu maqsad nima desak, sayyib uzani ana shartlari bu sayyib degan gap nima desa, yatliq nikahlangan kishi demoqchi. Buningda hamda sayyibninki shu nikahlangan degan gapninki 6 xil shart bor. Balog'at ketgan bo'lish kerak, kichik ko'p qolsa bo'lmaydi. Aqlli bo'lish kerak, zina qilgan shu kishi. Islomda bo'lish kerak, musulmon bo'lish kerak, erkin bo'lish kerak, hur bo'lish kerak, qul bo'lmaslik kerak. To'g'ri nikohda bo'lgan bo'lish kerak. Ya'ni to'g'ri nikohda to'g'richa bir o'rinda bo'lgan holatda bo'lish kerak. Musha shartning birisi nuqsa yetib qolsa, bu kishiga unda qonun ijro qilinmaydi. Yana birisi, endi bu shunda qonun ijro qilingan to'y qilganligiga u bu desak, masalan, to'g'ri ijro qilindi. Shart nima desanglar, qolgan hamma ishda islom ikki dona guvohlikni, ikki kishining guvohchiligini hisob qilsa, mayli necha millionlik shirkat, necha trillionlik shirkatningki necha sot hamma ishda mush islom 4 dona guvohchini shart qilib qo'ydi, 4 dona guvohchi. Buningga xuddi pichoq g'alabning ichida bo'lgandek anda ko'rgan bo'lishi shart. Anlagan bo'lishim shart emas, uni o'zida cho'qim ko'rgan bo'lishi shart. Buning uchun bo'lmay qolsa, bu guvohchi uchib qolsa, mayli u katta olim bo'lib ketsin, mayli u ziyoli bo'lib ketsin, mayli u eng taqvo odam bo'lib ketsin, uchelan ko'rdik desin, bu odam topolmay qolsa, qilg'uvchi qilinuvchi inkor qilib olsa, uchelan daryoga oshadi. Demak, yig'inchoqlab aytgan vaqtda og'zingizni yuming demoqchi. To'tadanni tepib akab qilib qo'yguncha u ishlar unda to'maydi-da masalan. Shariatda jazolash maqsad qilinmagan. Demak, qutqizish maqsad qilinganlikning isbotini ko'rib olsak bo'ldi qarindoshlar. Mush islom 4 dona guvohchini arba'at shuhada deb Alloh taolo alayda buni o'tirib qo'ydi. Buni bilib oldi. Shunga bu odamda biz ashunda bo'lganda, ashunda oshkor bo'lib, jamiyat o'yidan sirtga chiqib, anandan keyin haq bilib ketgidek bo'lib, o'zini to'yyanmay, o'zining ashunda nikohlangan degandan keyin ayoliga tug'an yoki eri bo'lgan turmushning ta'min tetib turib, yana bunday ish qilgan bo'lsa, mana meningcha anandan keyin hamda siz butun shu qonunsiz yo'llar bilan huzurlangan badaningizni sizcha hammaninki dadin tating deb uni chalmikisa qilib o'ldirish bu umumiy ulamolarning qarshi. Mana vaqtiga diqqat qilib. Payg'ambar alayhisalom nima qildi desa,
Maiz radhiyallohu anhuni örnek birlemde Maiz ibn Malik el-Aslamini rejimi qilishga buyurdi va cho g'amidilik ayol Subayya al-Qurayshini musulmonlar aşınlıkça icma kelgan. Bu ikkisini Peygamber Aleyhisselam shunday qilgan. Am buni g'amidilik qanday qildi desa, Maiz ibn Malikniki ya Rasululloh meni paklab qo'ysizlar dedi. Degankin Peygamber Aleyhisselam desa, qaytqin Allohga kechirim talab qil, duo qil dedi Peygamber Aleyhisselam. O'ng tarafdan keldi, so'li qarab oldi, so'l tarafdan keldi, o'ng qarab oldi, ishqib amal va anglamaslik qildi. Peygamber Aleyhisselam bir sot, Peygamber Aleyhisselam cho eng cho oliy cho teptish. Peygamber Aleyhisselam yana ket deb Peygamber Aleyhisselam amal va digizmaslik demaychi uni bir tövbe qilishga buyuribdi. O'cha 3 qaytib aqaqidni deb, 4-chi qaytib debdi. Ya unda qilmag'asa uni kichigini qilgansa deb tursa, "Ya unda qildim" debdi. Avus qaza sot maydonida e'tirof qilgan masaladan unancha yansa qat'iy bo'lmaydi. Shunga apirib buni ijro qilib o'tanglar dedi. O'zi dedi. Nima uchun o'zi dedi bilamsizlar? Chunki oxiratda necha milliard odamning oldida rasvo bo'lguncha dunyo adlamchon men nima qilay? Bir pakilnay dedi. Shunga kelgandimi tahhirni meni paklab qo'ysa ya Rasululloh. Bu iymon e'tiqod qanday bo'lgani keldi? Bunda hadis tushunmaydi uni. Bu tavhidning rasm mukammal tushunganda, islomga to'liq kirganda, o'zingcha barliqni bag'ishlaydigan vaqtda anadagi buning kishida munda ideya iymoncho bunda hosil bo'lgan gap endi. Hatto Peygamber Aleyhisselam so'diya, "O sarangmi bu? Yamada o gap qildi bu?" dedi. "Ya" debdi, "Ya sarang emas o" debdi. "Aroq ichib oldim ya bu" debdi. "Yo'q, ichib olmadi bu" debdi. Bu bir odam unda purab baqdi dedi. Purab baqib, "Ya ichmabdi ya Rasululloh" dedi. Bu aroq qalam qilingan qilishdan burunqicha bu voqea ekan bo'lgan. Bu zina qildingmi deb yana so'rabdi. "Ha" debdi. "Anandan rejim qildim" dedi. Shunga men diqqat qilgan masala bu kishi Peygamber Aleyhisselam buni maqtab hamda bu tugashdi ya bu, vayron bo'ldi bu debdi. Peygamber Aleyhisselam dedi, bu Maizninki tövbesini, şu bir ümmetninki tövbesini qilgandek tövbe qildi bu. Bu hargiz cho halak bo'lmadi deb buni cho Peygamber Aleyhisselam maqtadi. Maqtadi. Shunga Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallamninki so'zi bu bir tövbeni qildiki, agar o tövbe hamda bir ümmetga taqsim qilingan bo'lsa, ümmetni tövbe eshib qoldi. Munda samimiy tövbe qildi bu dedi. Bunun shaxsiy bir ish yo'q. O'zgilib e'tirof qilgandan keyin, mo'yda qilib saldim degandan keyin, qildim degandan keyin dalil ya 4 ta guvoch bo'lish kerak. Yoki o'zi e'tirof qilish kerak islomda. Bu shunday bo'lgan vaqtda ijro qilingan ish bo'lmasa, tövbatni chaplab, uni o'g'anda debdi ekan, qilibdi ekan, bir ko'chada ketib borgan, bir yerdan chiqib ketgan degan gap emas. Uni darayda unda degan adam. Dalil pakni topolmay qolsa. Shunga yeni bir g'amidilik ayol keldi, kelib ya Rasululloh meni paklab qo'ysin dedi. O Peygamber Aleyhisselam uni siz qayting, Allohdan kechirim talab qiling, tövbe qiling debdi. Bu menim shu aşı nimani Maizning qaytganda qaytmoqchimisiz deb na ching turib oldi. O ayolcha men homildor dedi. Zinodan homildorman dedi. O ishni qilib qattiq pushaymon qildim. Gunoh degan endi bo'ldi. Azroq gunoh qilgan vaqtda lazzat olgan bilan aqinda gunohniki qilib qolgandan keyin pushaymonchi qattiq ig'ir bo'lgan gap. Shuning bilan Peygamber Aleyhisselam da shuni tug'ib kelsin dedi. Anadan keyincha o tug'di. Tug'ib ketdi. Buncha balani imitmaydigan mana tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Bu balasi kichikkan dedi. Demak, amal va jazolamaslikni Peygamber Aleyhisselam o'tirib qo'ydi bu yerda. Qilgandan keyin insonlardan bir odamcha "Men imitish uni beqish ming bo'lsin ya Rasululloh" dedi. Demak, buning uchun Peygamber Aleyhisselam nima qildi desanglar? Maqsad amal va jazolamaslikni nayati tashabbus qilganligi bundan chiqib turdi. Islom jazolash, jinoyatlashtirish emas, o'ziningki xalqininki ish harakatlarini. Uning uchun amal va qutqizib olish prinsipi yo'l qo'yilganligi bundan uchun chiqib o'tdi qarindoshlar. Shunga bu odamda nima desamda biz nurg'unlagan hukmlarni, nurg'unlagan qoida prinsiplarni mush oyatdan, hadisdan biz ola olamiz. Olsak bo'ladi buni. Shunga dalil paket intayincho bunga to'liq hamda qarindoshlar. Shunga yana birsamda an-nafsu bin-nafsi dedi. Jon bir jonni o'ltirgan bo'lsa, jonning barobar dedi. Buning shartlari qanday desa, bir jonni o'ltirish uchun qanday desa, masalan, Alloh subhanahu va taolo oyat deganda, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl" deganda, qisas elishlarga farz qilindi, kutiba degan gap. Bir shaxsni o'ltirib etsa, buning nisbatan nurg'unlagan tekshirishlar olib berildi. Tekshirishlar olib berilgandan keyin anadan qasdda o'ldidimi, yarim qasdlik bormi, tajovuzchilik bormi, yo'qmi, yuzini qo'g'didimi, ya o nima ish qildi? Masalan, uni chuqum u tekshirildi. Masalan, o'zini qo'g'digan bo'lsa, yo'lda qo'g'dinishib qolsa, u o'ldirilmaydi. Masalan, Peygamber Aleyhisselam nimada o'zini qo'g'dash haqida Ebu Hurayra radhiyallohu anhu bir hadis var. Bir adam Peygamber Aleyhisselam'dan so'radiki,
Mening qashimga, mening uyimga birisi kirsa ya Rasulullah, meni o'ltirmoqchi bo'lsa, mening melimni elib olmoqchi bo'lsa, deganda payg'ambar alayhisalom melan unga berma dedi. Deb desla ya Rasulullah, agar uni o'ltirsichi debdi, uni menla urishsichi debdi, urush qilin uning bilan dedi. Agar u meni o'ltiribasichi debdi, sen jannat bo'lsin dedi. O'ylab payg'ambar. Shunga payg'ambar alayhisalom man qutila duna malihi, duna irzihi, masalanchi, fa huwa shahid. Birdan o'zining iqtisodini, o'zining yuzabruyini, o'zincha qo'g'dayim deb ilib ketib qolsa, bu shahid bo'lishi. Mo'min musulmon qat'iy qo'rqincha qilmaydi. Shuni ilib kelsak shahid bo'lamiz. Bizning qaysi amalimiz jannatga kirishimiz uqmaymiz. Mushu amal jannatga kirish mumkin, boshqa amal kirish mumkin. Shunga diqqat qiling qarindoshlar. O'zimizni qo'g'dash allaqachoncha bizga yo'l qo'yilib bo'lgan. Biz uni hargiz ikkilanib qolmaylik. Deb baqsa ya Rasulullah, uni men o'ltirib yutib qolsamchi masalan, o'zimni qo'g'daymi deb, kelgandan keyin pichoqni ko'tarib kelib, qurolni ko'tarib kelib, o'zimni qo'g'daymi o'ltirib yutib qolsamchi deb u do'zax to'ladi dedi. Chunki uning uyiga tajovuz qilib kirdi, oilning bir xil qo'dildigan o'rin ekanligini bu hadisdan bilib oldi. Demak, mana mushucha o'zini qo'g'dash yoki yuzobrini qo'g'dash masalasi bo'ladi masalan. Shunga biz ba'zi masalalarda undaqiliqi aldiraqsanlik qilib, ba'zi hukmlarni chiqarib olsak bo'lmaydi, lekin buningda o'zimizni yo'lliq qo'g'dash, qo'g'dinish masalasi bo'lib qolsa, buncha chiqaramiz ham, uning amali yo'q masalan. Demak, buning nima desa, qasddan o'ltirish, tajovuz qilish, masalancha, bo'lib qolsa, bucha yana o'ltirildi. Hamda yana o'ltirilguchi bu ma'sum bo'lish kerak, gunohsiz bo'lish kerak. İslam bilan yokicha zimmiy bo'lish masalancha, amillik bilgan bo'lish kerak. Bayatni dediqqa tajovuz qilgan kofirning qini mel hargiz qo'dalmaydi shariatda. La yanahakumullahu allazina lam yuqatilukum fil ardi lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim masalancha. La yanahakum Allah taala cheklamaydi sizlarni dedi. La yanahakumullahu allazina lam yuqatilukum fid din. Diningizda sizlarcha urush qilmagan, diningni yo'q qilish o'rnamagan, tajovuz qilmagan, yurtingni edab chiqarmagan. Yurtning gapi masalan vatanning gapi mana oyatcha aniq qilganligan. Mushunda bo'lib qolsa, anandan yaxshilik qilsang, adillik qilsang ulug' bo'ladi. Bo'lmasa, bular nisbatan tajovuzchi kofir, muharib, harbiy kofirgacha, qat'iy bo'cha qo'dalmaydi. Qarindoshlar. Shunga tajovuz qilib olgan kofirlik qarta biz o'zimizni qo'g'dash, vatanimizni qo'g'dash, o'zimizning uchun dinimizni qo'g'dash bosh tortib qilmaydigan majburiyatimiz bor. Qo'shib qo'yay va akhrijuhum min haysu akhrajukum. Alloh subhanahu va taolo ularni sizlarni chiqarib o'tgan yerdan, chiqib ketish qistigan yerdan sizlarni chiqarib o'tgan. Barliq yo'lliq vositalarni qo'llanib, ularga nisbatan harakat qilinglar degan Qur'on hadisi bizga buyruqni berdi. Huquqni berdi. Bu huquqni ishiltish bizning huquqimiz bor. Biz insondek yashashni talab qilish huquqimiz bor. Mana vaqtni tushundi. Shunda bir qancha bu masalalar bo'lib, Bedemde ziyarlanguchi, masalancha, ziyarlanguchi hech qanday bir ishi, uning uchun boshqa bir ish chetlamagan yoki jinoyat bo'lmagan bo'lishi, bu shart qilindi buning uchun. Faqat hamda boshqa bir ya qisas olgan bo'lsa yoki ma'lum jihatda, masalan, bir nima bo'lib qolgan bo'lsa, uning uchun u ma'lum sabablar tufayli o'ltirilgan bo'lsa, tekshirib, buncha qisas oldim u bu desa, u o'ltirilmaydi. Ma'lum jihatda unga jazo tertib bununla ayrım. Hamda annas bin nafs degan gapni nurg'ulg'an shakllar ahvollar uning uchun ayrı bo'lindi. Bu qanday desa, masalan, jonga jon oldigan deb hammamiz qanday o'ltirilamiz desa, Hafiz ibn Rajab Hanbali bu payg'ambar sollallohu bu so'zni umumiy so'z bu, nafsning barobar o'ltirildi degan gapni bundan. Endi demak, dada balasining kecho sababidan balasini o'ltirib o'tgan bo'lsa, o'ltirilmaydi. Chunki dadaning anda bir hurmati bor. Demek ki dada öldürmeydi bunu. Cumhur alimler bunu oturuğa koygan. Ömer radıyallahu anh'dan şu sahih haberler kelgen mesela. Mesela balasını qasda öldürüptü, yoki balasını bo'g'izda yutibdi. Anda o'qas echinchlik qilmish egri bo'lib qolsa, bu chaqda o'ldirildi dedi. Mesela. Yoki mana savarlik tufayli yoki adablaymi deb o'ldirib qo'ygan bo'lsa, bu chaqda o'ldirmaydi demoqchimdi. Hamda yani birisi Müslüman kafirle beraber öldürülmeydi. Bir Müslüman bakken Müslüman ne kafir. Eğer çoğu harbiy o'qigan bo'lsa, onun için qat'iy öldürülmeydi. Çünkü harbiyni öldürüş, bunun için harbiyninki hech qanday narsa qo'dalmagandan keyin bu mubah, sheksiz. Bu ahlil motorisi ma'lum o'xshamagan qarashlar bo'lsa-mu, masalan, uning zimmi yoki muahid yoki nima bo'lib qolsa, u jazolandi. Har bir davlatning qonunidir. Shu qonunga asosan çoğu kafirlar keladi. O kafir degan gap hamda biz Yahud Nasroniga nisbatan biz kafir. Bizning kafir desa bo'ladi. Biz kafirning tanguchi biz.
Ulu bizga nisbatan çok kafir. Çünkü kafir dese üzerlik sözün üzdümü tirikip men kafir dedi deb namus qilib qilsa bo'lmaydi. O namus qilqa ish bo'lib qolsa musulmon bo'lsin da o'z mesela. Yana bir semde Peygamber Aleyhisselam'ın sözü ahirki bir nemesende dinni terk etken adam. Dinni terk etken adam. Yani dinden ayrılgan. Yine cemaatin ayrılgan. Bu noktada dikkat kılı. Hazır hem de bizim aramızda yüzürüp kıgılıp aşkara namus kılmayı. Men Hristiyan dep çıkalaydıgan. Men Yahudi dep çıkalaydıgan. Men çoğun komünist dep çıkalaydıgan. Men dinsiz dep çıkalaydıgan. Yoki çoğu aşkar dinninki zörür bo'lgan prinsiplarga haqorat qilib, uni çoğu eplaydigan, dinni masxir qilaydigan, mushundaq dindan chiqarib etadigan, ulamolarning ittifoqi bo'lgan, birlik bo'lgan masalalarni bizning xalqimizdagi ba'zi yoshlarimiz, ba'zi Yevropada turgan kishilar tap tapmasdan qilib o'tadi. Mavo mana shu hozirgi at-tariqu lidinihi, masalan, man irtadda faqtuluhu, man badala dinahu faqtuluhu, masalan, shu hadislar dinni o'zgartirsa, dinni almashtirsa, uni o'ltiringlar degan buyruq mushunga tushdi. Lekin kelishga majburlamagandan keyin, kirgandan keyin, kirib bo'lgandan keyin chiqib ketmasi kerak. Chiqib qolsa, uning badalini to'laydi demoqchi. Payg'ambar alayhisalom shunga man badala dinahu faqtuluhu dedi sahih hadisda. Chunki uningki bu islom tuzilmasini bir qo'dash masalasi bor bu yerda. Bu islom tuzilmasini, islom jamiyatini qo'dimasa, undaqalikqa xoligan chiqib, xoligan kirib qilib bo'lmaydi dedim. Murtatlik degan bu islomdan keyingi bo'lgan kofirlik murtatlik deymiz. Bu uchuq iboralar bo'lishi, taqozo qilgan so'zlar bo'lishi masalancha, bu tariq lidinihi degan gap hamda din degan nima uchun islomni demoqchi. Chunki bu musulmon to'g'riliq gap bo'lyapti ya bu yerda. Shunga at-tariq lil-islam degan nima Ibn Hibban xabar qilgan yana bir rivoyatda. Demak, bu qasdancha shu islomdan yuz o'rib ketgan bo'lsa, yoki qaydab yoki nima qilib aqli o'sha joyida ichib olib chekib olib emas, shunday qilgan bo'lsa, buningcha hech qanday bir izohlash imkoniyati bo'lmasa, bu endi o'ltirildi. Yoki dinni masxir qilgan bo'lsa, endi bu hozirgi masxir qilishlari ko'p yuz beryapti. Xalqimiz endi hozir bir nuqtaga diqqat qiladigan bir nuqta bor, bu yerda diqqat qiladigan nuqta. U nima desa, shu da'vo yoki millatga xizmat qilish bahonasida bir turkum ba'zi yozuvchilar va ba'zi kishilar endi ularni ziyorat degan olmaydi. Ziyorat o'rniga o'rnib olib turib, kishilarning kallasini qaymoqtirib, tinch hayot o'zgartirib etib, yoki bo'lmaganda ma'lum vazifa topshirib olgan uni suqmaymiz. Islomga musulmonlarga haqorat qildigan, dinninki zarur qismi uchun masxir qildigan, masalan, bu ishlar nihoyat ko'p yuz beryapti. Bundan diqqat qilish lozim. Buning hisobi so'riq bor, dunyoda so'riq bo'lib bo'lmay qolsa oxiratda bor. 50 ko'z 50 deb xalqning yana tutib olish qobiliyatimi nihoyat yaxshi. Buni unutib qolmaydi xalqimiz. Shunga buna kishilar diqqat qilish lozim. Bu hamda tahdid emas. Bu shariatning prinsipini o'rtaqlashish, deb berish. Masalan, mening o'rnimda sizlar olgan bo'lsangiz, bu shuni demasam amal yo'q. Chunki biz haqni demasak bo'lmaydi. Shunga hamda bu dinni masxir qilishning o'zi qul abillahi va ayatihi kuntum tastahziyun dedi. Allohning oyatini masxir qilamsizlar. La ta'taziru dedi. Sizlar o'zir bayon qilmanglar. Qad kafartum ba'da imanikum. Bunda qilgan ko'pincha o'zir bayon qildi. Men anda emasdim, manda demoqchi emasdim, men bunda bo'lgan, asli mening maqsadim dadamning dadasidan hammasi musulmonda. Voy, men bunda demoqchi emas. Mening qalbim ajoyib mundaq. Bekpak. Mesela Segizxondan oq aytgan gapni deydi bunda odamlar. Chunki oyatda deylik buni. La ta'taziru. Bahoni ko'rsatmanglar. Qad kafartum ba'da imanikum. Sizlar mu'min bo'lib bo'lgan kafir bo'lib ketdinglar deydi. Shu masxir qilgandan keyin menda bo'ldi. Hattoki shu bir urushda, qaranglar, shu urushda sahobalarningki qori olim ulamolarni masxir qilgan munofiqlar. Qanday masxir qildi desa, shu munofiq deb shu ataldi. Ular desa, yeydiganda ajoyib nima oldida qo'saqlar yo'g'inab qolgan, jang qilgan chog'da yo'q, qo'rqinchoq, bu deb aynan gapni degan. Degandan bu sahoba payg'ambar alayhisalom yetkazib bo'lguncha bu oyat tushib ketdi. Demak, dinni masxir qilish, dinicha olim ulamolarni masxir qilish, uningki shaxsiyatiga tegmay, uningcha xatolik bo'lsa ayrim berib desak bo'ladi. Masalan, tanqid degani ijobiy tanqid, salbiy tanqid bo'ladi. Uni to'g'ri chiqarib, uni yezib qilsak, u dunyoda qilib olamiz to'g'ri. Ma'lum davlatlar qonun uning amalsiz qilish mumkin, lekin oxiratda innas sam'a val basar val fuadi kullu ulai kana anhu mas'ula. Innas sam'a anglash sezguyimiz, val basara ko'zimiz, val fuad qalbimizda o'ylagan, qalbimizga ishlarning hammasi
so'roqqa tortildi. La tusalun yawma iznin naim. Albatta shu qiyomat kunida bilgan ne'matni so'roq qilinsizlar. Shu vaqt ne'mati, telefon ne'mati, nurg'ulg'an tinchlik ne'mati buni joyiga ishlasak bo'ldi demoqchi qarindoshlar. Shunga biz dinni masxara qilgan, islomni masxara qilgan ishdan yiroq turishimiz lozim. Anda so'rinib o'ltirmasak bo'ldi. Agar o'ltirib qolsak, bir oyat bor. Agar o'ltirgan bo'lib qolsa, shu munofiq, ashuni qilganlar kofir bo'lib ketadi. Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning kofirni do'zax jannaydi degan oyat bor. Bu aniq. Shunga diqqat qilishimiz lozim. Shayton bak o'zgörsidi. Shundaq o'zimizning qilishni to'g'ri his qilish uchun, his qildirish uchun qilgan boshqalarni so'kishga to'g'ri keldi. Ayblashga to'g'ri keldi. Olim ilmlarni so'kimiz, rahbarlarni so'kimiz, to'g'ri ish qilayotgan uchun ayblaymiz. Mevlik daraxt hammadan chalmatadi. Bu nuqta esingda bo'lsin. Terakka bekim chalmatmaydi. Demak, endi bunda masalan bir maxluq sajda qilibdi. Yoki maxluqning nomi bilan bir narsa bo'g'izlabdi. Yoki Qur'onga yoki hadisga yo shar'iy bilim binasiga bir narsani tashlab, mehnat narsasini birini tashlabdi yoki mehnat narsasini ustiga an tashlabdi dedi. Gerçi pakiz olsun. Mesela hacatxona pakizlab etib, biz idimizde Qur'onni atgan bo'lsak hacatxonaga, yo tarat qildigan o'ringa atgan bo'lsak pakiz olsunmi? Ashning o'zi dindan chiqarib etadi. Chunki bu qilmish. Masalan qilmish. Qur'onni ko'ydirish masalan hurmat qilish yuzini ko'ydigan bo'lsa masalan, bu xorlanib qolgan yoki desilib ketganda buning Alloh ajr urdi. Lekin bu qilmish, niyatga munosabatli masala bu. Bu bir ko'ydire yo'qtayaman deb ham ko'ydigan bo'lsa, şu Avrupa'da bazı yüz bediye bu iş. Vatanımızın yüz birlik. Hazırın buluvatıdı mesela. Bu Müslüman bab kalsa bunda adam dinden çıkıyordu demek şimdi. Mesela. Ya ki tükügen olsa mesela. Ya ki mehnat nesinin üstüne antaşlagan olsa, ya ki mehnat nesinin onun üstüne taşlagan olsa mesela arkanda işte dikkat kılışımız lazım. Ya ki bir fatva, ya ki bir şer'i hüküm meselesini mesele kılgan olsa. Kanda şeriat kına bu, nemi kına bu, dep diyen olsa bu mu dindan chiqarib o'tishga sababchilig'a ishlar. Ashun tafsilotda endi shu fiqh kitoblarda bor edi. Shunga Ibn Rajab Hanbali endi dinni tark etish, jamoatni ayirish, uning ma'nosi nima desa, musulmonlarning dindan murtad bo'lib yenish degan bo'ldi. Shu ma'noga fartadda ala asarihima deb, fartadda degan endi kengenib mangdi deb Musa alayhisalom bilan yerniki xizmatchisining hikoyasi fartadda deb. Shu yenish degan bo'ldi. Yangandan keyin uning jazosi bilib bor. Gerçi o iş şehadetini diyen bu olsun la ilahe illallah Muhammed Resulullah demem diyen Müslüman dep nurgullası yezbit dep Müslümanlık zenkeşkin kıp bulup üzünce edebiyat kabiliyetini işletip Müslümanlığa oturgucu şek şübhe peyda kılgan bolsa bu mu aşında okşaş bulu demekçi. Eğer Allah'ın tılısa, Allah'ın elçisinin tılısa, hakaret kılsa, şehadetini itiraf kılırken olmasa onun kaynalı oldu dedi. Şuna o da Allah'ın vay ben Müslüman dep dava kıp kıyap men niyetim yaxshi deb qo'yib, undan keyin islomga, musulmonlarga qarshi ishlarni qilib, to'xtaganda to'xtamay turmuzi yo'q, mashindek mangan bilan uningki so'roq qo'ya demoqchi. Ashna bilan bu shahodatni deb tursinmi, diniy uningki nim qildi, bu yo'q bo'ladi, dinni tark etgan bo'ladi bu deydi. Shu dinga biz undaqiliqi xohlagancha o'zimizning nimasiga hissiyotimiz, mizojimiz bo'yicha muomala qilmasligimiz intayin muhim demoqchi. Endi dinda biz o'zimiz qilish tegishlik ishlarni bilib qilishimiz, ba'zi yerdan cheklanishimiz, qizil siziq va dinga haqorat qilish, islom, musulmonlarga haqorat qilish, Qur'onga haqorat qilish bu ishlarga diqqat qilishimiz intayin muhim demoqchi. Shunga o'xshash Qur'onni ko'zga olmabdi, ko'zga olmaychi uni masxara qilibdi va uni mehnat narsaga tashlabdi. Yoki shu Qur'onda mesela namozga o'xshash narsalarni zarur deb bilingan, shariatda qat'iy farz deb qaralgan narsani tinibdi. Namazga ish yo'qnishi, zakatga ish yo'qnishi, bu andaq mandaq deb debdi masalan. Shunda bir farz ishdan beni inkor qilibdi masalan. Umumiylik bu mutlaq inkor qilishning o'zi murtadlik olib bordi demoqchi. Bu dindan chiqardigan ishlar edi. Endi ayol kishi uchun desa, shunda muqim jazolida istisnosiz holatda erkak o'rtaq bo'ladi deydi. O'rtaq bo'ladi. Shunga Payg'ambar alayhisolamninki Muaz bin Jabalni Yamanga avatgan vaqtda vali qilib, qaysi bir kishi islomdan yansa, uni avval islomga da'vat qil. Agar tavba qilsa mayli, tavbasini qabul qil. Tavba qilmay qolsa, uning kallasini ol degan Payg'ambar alayhisolam bergan buyruq bor. Bu Tabaroniyda bor bu hadis. Sahih hadis. Shunga biz unda xohlagancha o'zimiz ili kirib, ili chiqib, o bir nima bo'lmagan ekan, kechlik qazo bo'lmagan ekan bu islom dinininki tavhid qismi. Yeli kelib il chiqadiganға biz unda qilsak bo'lmaydi demoqchi.
qaysi bir ayol murtad bo'lsa uni chaqirgan, agar qabul qilsa meni qabul qilmay qolsa uni uchun jazolagan degan deydi. Endi jamoatning ayrilish masalasi keldik. Endi buningda hadisda al-mufariqul jamoa deb musulmonlar jamoatining ayrilish, ulardan cho'lsa, masalan, xavorijlarning bidat yangi ishni paydo qilganga o'xshash, shundaq nurg'unlagan dinsiz ablahlarninki yoki shunda bir yangi ishlarni paydo qilib musulmonlarninki birlikni buzganga o'xshash, masalan, qaroqchilik qilganga o'xshash yoki yo'l to'sqanga o'xshash, masalan. Bu ishlarning hammasi desa murtadlik apartqa yoki murtad bo'lib ketadigan ishlar. Masalan, payg'ambar alayhisalom buningda dinni o'zgarsa, dinni almashtirsa buning uchun o'ltiring degan buyruq bo'lg'achqa bu deydi. Ba'zi olimlar namozni o'qimagan odamni o'ltirildi degan fatvoni qilgan. 5 vaqt namoz o'qimagan odam o'ltirildi deb. Shunga namozni Alloh yaratgan, Alloh shunchalik ne'matni bergan bo'lgan degan namozni o'qish kerak. Namoz o'qimasa bu jazo, yuzsincha o'ltirildi degan fatvolimi bor. Endi oxirgi masala nima desanglar, bu yuqorqi ishni dedik. Masalan, nurg'ulg'an masala bo'ldi, dinga haqorat qilgan yoki masalan qotil, qasddan odam o'ltirgan yoki to'y qilib bo'lib, nikohlanib bo'lib, zina fohish qilgan, delil paketlarni qo'lga tushib qolgan, ashunda oshkor qilayotgan mushunda kishilar. Endi bu nima desamda, bu kishilarga qonun qanday ijro qilindi, tuvanlikdek ijro qilindi. Masalan, payg'ambar alayhisalom nima? Murtadlik masalasida ham so'z, ham harakatda payg'ambar alayhisalom ko'rsatib qo'ygan. Masalan, Makka ozod bo'lgan yilda Abdullah ibn Xatalni masalan nima qildi desa, payg'ambar alayhisalom o'ltirishga buyruq qilgan. U musulmonda bo'rin dedi. Keyin murtad bo'lib ketgan. Sahih Muslimda bor bu. Va Makkaga qaytdi. U shu Makka ozod qildigan qo'shinning kelganligini bilgan chaqda boshqa qichiq imkoniyat bo'lmaganki, Masjidil Haramga kirib oldi va Ka'baninki astarlariga, yupuqlarga eslib turib oldi bu. Ashani tursam qutulib qolamanmi deb. Mushu hiyla, mushu chora bo'lishi qarmasdan payg'ambar alayhisalom uni o'ltirishga buyurdi dedi. Tapsangni o'ltiring dedi. Chunki u agar kafir bo'lgan, nurg'un kafirlar bo'ldi, ular masalan qoldi. Payg'ambar alayhisalom kechirdi. Avcho desa, bu murtad bo'ldi. Murtadning jinoyati bak ig'ir. Shunga numus qilmay, men xristian qanday qildim, men yahudi qanday qildim deganlar, endi bu gapni nochilik bilan demasligi, tövbe qilishi lozim. Tövbe qilishni biz Allohdan sig'inib turib tilaymiz. Qarindoshlarimiz tövbe qilsin. Agar tövbe qilmay qolsa, buning mamda o'zining hozircha erkinlik bo'lgandek tug'an bilan buning jazosi bor. Ka'baga eslib tursimi, buningda buni payg'ambar alayhisalom o'ltirishga nima qildi? Buyruq qildi dedi. Shunga payg'ambar alayhisalom nima dedi? Hamda buningda biz o'zimiz shunda qonun ijro qilib, bunday qildik ekanmiz, bu qanday bo'lib bunday bo'ldi desak, Alloh subhanahu va taolo va man ahsanu minallohi hukman liqawmin yuqinun. Ishindigan, jazm qildigan haqiqiy iymon va qavmga Alloh subhanahu va taolodan yaxshi hukm chiqaradigan kishi bormi dedi. Mana nuqtaga diqqat qilinglar. Allohdan yaxshi hukm chiqaradigan kishi bormi? Yo'q. Hamma qonunchi quyruqni qum bosdi. Ya 300 yil, ya 400 yil, ya 100 yil andaq nochilik qilganlar oxirida sesig'ir chiqdi. Masalan, chiqyapti ham. Lekin Allohdan yaxshi hukm qildigan qonun yo'q. Qur'ondan adolatlik qonun yo'q. Anda badab qolganlar uchada kafir bo'lib ketadi. Lekin majbur bo'lmagan bo'lsa. Shu Qur'onni qonun qilish, islomni qonun qilish buning bu mu'min musulmonninki boshda tiqlanmaydigan mas'uliyati ham majburiyati qarindoshlarimiz. Shunga biz hamda musulmon bo'lmagan kishilar kafir o'ltirilamdi va kafir deganligida qarab qolmaylik. Masalan, muahid kelishim tuzib kelgan kafir bo'lsa o'ltirilmaydi. Eminlik talab qilib kelgan kafir bo'lsa, viza kelgan bo'lsa o'ltirilmaydi. Zimmi bo'lsa o'ltirilmaydi. Masalan, u xristian, yahudi o'zining din yashaverdi. Islom uni qo'g'daydi. Qo'g'dash puli oladi. Qo'g'dash puli ashunda holatda o'zi qonun rioya qilib yashasa, u mayli, u qo'ydiladi. Lekin ma gap murtad degan bo'lsa, musulmon bo'lib yenib, islomni masxara qilgan, zangli qilgan mana kishilar bu ayrim muomala qilindi dedi. Hamda mushu qani mayli halol bo'lgan, 100 aprel halol bo'lgan kishilarningki buningga qonunni kim ijro qildi degan bir savol bo'ldi. Shunga men vatanda mazraq qilib ba'zi kichik bolalar ba'zi ishlar bo'lib qilib, shunga qonunni kim ijro qildi desa, bu qonunning ijrosi uchun hamda bu qonunning halol bo'lishi, molning halol bo'lishi buning uchun desa, buningga shu islomiy podshoh yoki xalifa yoki podshoh bo'lish lozim. Agar biroz ular bo'lmay qolsa, shu podshohning buyruq bo'lishi kerak yoki valiyul amr bo'lishi kerak. Masalan, chuqur shunday holatda shu islomiy qonun, tuzum, prinsip, hattoki qozixona, muftixona ayrim buning uchun ijro qiladigan kishilar ayrim bunday holatda bo'lish
Bu intayin çok muhim demekçi. Endi bu hadisten biz aldığan mazmun payda nima desek endi asli qoidada bir musulmonning qinininki qo'g'dilganligi, u daxil tarz qilishga bo'lmaydiganligi. İslam cemiyetida endi islom bu asli tigi yildizinchi asli ashu ekanligi. Masalan bizning vatanimizmi musulmonlarning yurti. Asli islom bu 1000 yillik tarixi bor. Taxi biz shu 1700-yildan tortib endi yerim mandag'iligi islom yoki islomning g'ayri qonunlarini icra qilib keldik. Hattoki shu nima vaqtimi Gomindang davridami shar'iy mahkama bor. Shar'iy mahkamani ba'zi kommunistlar, kommunist ideistlar yoki Xitoy zihniyatiga sugudi buni. Shu vaqtda islom qonuni bor. Islom qonuni ijro qilinadi. Nima uchun sugudi? Chunki o'zining haq ko'rsatish uchun ani sökma sunmaydi. Rasm sizdi masalan, rassomlarimiz. Uningga kino ishlaydi. Uni uchun amniyati yo'q. Amniyati uchun undaq naqshchilik, undaq ishlar bo'lmoqlik. Ya bo'lsa osonda bo'laqlik endi. Hozirchi hozir haq bo'lganda men tepaqliqini. Mana oxir natijani ko'rdik. İslamga islomdan yuz o'rganligimiz, islomga yuzlanmaganligimiz, islom qonuniga amal qilmaganligimizning foydasini ko'ryapmiz hozir qarindoshlar. Shunga biz bu mushlarni qilgan bilan Allohcha uning qiyni halol bo'lib qoldigan ish yo'q. Buning uchun nurg'unlagan qoidalar va qoidalarni turg'izimiz, tadbiqlashda valil amr chiqim musulmon yoki podshoh islomiy masalan bo'lishi yoki xalifa bo'lishi, xalifani o'rni turgan kishi bo'lishi kerak. Chunki unda hammadan o'zalik qonun ijro qilinmaydi. Bunda ijro qilish huquqim yo'q endi. Demek hem de töhmetlerle mesela enak bir iş bulmasa, bırak töhmetler ya guman bilenler kende bir nesini kabul kılışının ki hatalıkını bu hadiste sözler vardı. Biz şuna hem için delil paketiyle tekşürüşümüz lazım. Şuna ayette incakum fasikun binebeyen fetebeyenu. Eğer bir fasık bir haber ne gelse, haber ne ço enaklanlar tekşürünlerdi. Tekşürmeler kende okumayla mı yollu bitti Facebook'a ya Twitter'a çıkıp bitti kılsak kıyamet günü tahtımız kardeşler. Dünyadan bulup sonra bu maykaz kıyamette. Çünkü bu bendilen bende oturursak bu işine o bendi keçirmesi Allah keçirmeydi. Manokta enik ismimizde olsun. Demek bu günahlarının ki hem de hususi şekilde Allah'a ağır ihkellik. Çünkü bu umum kaydedin çoğu ayrı belinde qiyni halal bulup çoğu Allah'a da nem kılındı qiyni halal da bektildi mesela. Din hem de cemaatleşik buyurduğallığı. Bir yer cemaatleşip oltuğandı mı, kopkandı mı mesela bir yerge uyuşup hatta şuna nima varka'u ma'ar-raki'in ruku qilg'ishlar ruku qilinglar aqimus salah buyruq hammasi ko'plik bilan kelgan jamoatlasanglagan bo'ldi jamoatni biladigan jamoatni parchaydigan jamoatga qarshi chiqadigan birlik ta'sir etkazadigan ishni qilmaydi qarindoshlarimiz bo'linishni islom cheklaydi demak o'zining dinini tark etsa demak u jamoatdan ayrılgan bo'ladi din uchun jamoat shu shunga biz o'zimizning 5 tane prensipimiz var. Bu prensip amal qilishimiz lazım. Yani hibzud din. Evvel dinni saqlash. Enandan keyin hibzun nafsi, canni saqlash. Enandan keyin hibzul mal, milni saqlash. Enandan keyin aqlni saqlash. Enandan keyin obro'yni saqlash. 5 xil narsani. Şu dinni saqlaymiz deb biz canimizni birimiz, milimizni birimiz. Mush orqali dinni qo'g'daymiz. Herkes dinimizni, milimiz, dunyomizga qurbon qilmaymiz. Musulmonlarning muqim prinsip bu. Şuna nima jambaqqan afzal o bu degan gap xato gap bu. Ama e'tiqod bilan imom bilan turgan bu afzal eng muhimi shu. Shunga buning uchun jalla qurbon qilindi, mallar sarf qilindi. Shunga hammasining tartibi bor. Buni almashtirsak bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Shunga jonni saqlashmi shariat uni qo'g'dash buyurgan eng muhim zo'r ishlarning birisi. Shunga qonun bo'lmasa jamiyat inoq, ittifoq muqim bo'lmaydi qarindoshlarimiz. Endi bu hadisninki mazmunini biz endi demasakmi, sizlar biroz bir tushunchaga ega bo'ldinglar deb o'ylayman. Demak, buningda shu 3 xil kishiningki, yana shu nikohlanib bo'lgandan keyin zina qilgan, mayli o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, buning o'lim hukm qilinganligi, enandan keyin esa odam o'ltirgan kishiningki istisno qilgandan boshqa ularning o'lim hukm qilinganligi, yani dindan murtad bo'lib, dindan yangan, dindan chiqayotgan, dinni masxara qilgan, dinga ziyonkashlik qilgan kishilarning o'lim hukm qilinganligini biz bilib oldik. Bu sahih hadisni tushuntirishimiz mishagichi bo'lsin qarindoshlar. Yana bir qatim ko'rishguncha hammani Allohga topshirdim. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin.